bo'lmasa. Ekran yaxshi ko'rinyapti demak. Ozgina yaqinlashtirib olaman. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bu testimiz agentlik tomonidan tarix fanidan milliy sertifikat namunasidagi test topshiriqlari hisoblanadi. Bugun ushbu testni asosan o'sha test yechish texnikasiga tayangan holatda va ma'lumotlarda o'sha qanday qilib to'g'ri javob topib olish, ya'ni qanday qilib noto'g'ri javobni chiqarib olish orqali to'g'ri javob topish yoki boshqa holatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, sizga ko'rinyapti testimiz. Birinchi savoldan boshladik. Buyuk Ipak yo'lining ochilishi qaysi tarixiy jarayon ortida yuz bergan degan savol berilyapti bizga. Endi eslab olamiz, Buyuk Ipak yo'lining ochilishi kimning nomi bilan bog'liq edi? Mana bu joyga yozib ko'rsatib qo'yganman. Bu Chjan-Sianning faoliyati bilan bog'liq. Ya'ni Chjan-Sian yurgan yo'l Buyuk Ipak yo'lining ochilishiga asos bo'ladi. Bu miloddan avvalgi 2-asr voqealariga oid, buni juda yaxshi bilamiz biz qadimgi dunyo tarixidan. Endi nima uchun Chjan-Sian yurgan yo'l asos bo'ldi deydigan bo'lsak, Chjan-Sianni bilamiz, o'sha Xitoy hukmdori tomonidan ittifoqchi topish uchun yuborilgan shaxs hisoblanadi va nima uchun o'sha Chjan-Sian ittifoq topishga yuborilgan desak, bu Xun qabilalarining Xitoyning shimoliy tumanlarini talon-taroj qilishlari. Ya'ni shu vaqtda Xitoyning shimoliy tarafdan Xun qabilalari talon-taroj qilardi va mana shunga qarshi kurash uchun Chjan-Sian boshchiligida Chjan-Sianni elchi qilib jo'natiladi, o'sha ittifoq topish maqsadida. Va shu voqeaning ortidan Buyuk Ipak yo'liga asos solinadi. Shuning uchun bu yerda javobimiz C javob bo'lyapti. Tushunarli bo'lyapti hozir? Ovoz yaxshimi? Ovozda muammo yo'qmi? Menda muammo yo'qmi? Ovoz kimlardir sal ovoz yaxshi emas deyishyapti. Ovoz yaxshi, ha? Bo'ldi, davom etamiz. Birinchi savolimiz javobi shuning uchun C javob bo'ldi. Endi ikkinchi savolga o'tdik. Ekranni ozgina uzoqlashtiraman bo'lmasa. Endi-chi? Yaxshi. Ekran yaxshi ko'rinyapti demak. Davom etamiz. Xo'p. Ikkinchi savol. Puniy urushining Rim davlati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan jihatini aniqlang. Puniy urushlarini bilamiz biz, miloddan avvalgi 3-2 asrlarda Rim bo'lib o'tadi. Urushning bunday nomlanishi esa o'sha rimliklar Karfagenni Puna deb atashgan. Va shuning uchun bu urushlar Puniy urushi deb ataladi. Endi Puniy urushining ahamiyatli jihati Rim uchun nimadan iborat deydigan bo'lsak, Rim O'rta Yer dengizida hukmronlik qilish yo'lidagi o'zining so'nggi dushmanini mag'lubiyatga uchratadi. Mana bu javobda ko'rsatilgan bizga. Mana belgilab qo'yilgan Karfagen o'sha miloddan avvalgi 2-asrda, ya'ni 146-yilda tormor qilinadi va natijada O'rta Yer dengizidagi hukmronlik uchun kurashdagi asosiy raqib yo'q qilinadi Rim uchun. O'zi o'sha Karfagen bilan urushlar bilamiz O'rta Yer dengizi va Bolqon hududlarida hukmronlik uchun kurash natijasida yuzaga kelgan. Menimcha ikkinchi savol ham unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Aslida milliy sertifikat namunaviy testida bular berilgan. Keyingi vaqtlardagi milliy sertifikat imtihonlarida ozgina savollarda shakli o'zgargan va birinchi, ikkinchi savolda asosan bunday shaklda emas, balki o'sha tarixiy shaxslar bilan bog'liq savollar keltirilyapti. Endi bu namunaviy test bo'lganligi uchun biz tahlil qilib ko'rib ketyapmiz. Uchinchi savolga o'tamiz. Kuzatuvchilar, ovozida muammo yo'q. Agar ekran yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, men buni rasm holatda ham guruhga tashlab qo'yishim mumkin. Bir daqiqa, mana kanalga tashlayman rasm holatida. Kimdadir ekranda muammo bo'lib turgan bo'lsa, ana shuni ko'rib ketishlari mumkin. Davom etamiz. 10-asrda Germaniya qirolligida hukmronlik qilgan sulolalarni aniqlang deyilyapti. Bu o'sha o'rta asrlar tarixiga oid. Bilamiz, Germaniyada mana bu sulolalar, ya'ni Gabsburglar, Stauffenlar, Franko
saksoniyaliklar sulolasi bu yerda to'g'ri javob bo'ladi. Va aynan saksoniyaliklar o'sha 10-asrda Germaniyada hukmronlik qilishgan. Saksoniyaliklar sulolasi hukmronlik yillarini mana bu yerda ko'rsatib qo'yganman. 919-1024 yillarda. Undan keyin esa Frankoniyaliklar sulolasi 1024-1125 yillarda hukmronlik qilgan va Shtaufenlar sulolasi bo'ladigan bo'lsa 1138-1254 yillarda hukmronlik qilgan. Gabsburglar sulolasiga alohida to'xtalilgan bu yerda. Gabsburglar sulolasi chunki birinchi hukmronlik davri 1273-1347-yillarda o'z ichiga oladi va o'rtada qisqa uzilish bilan 1437-yildan boshlab toki 369-yillik hukmronlik davrlari boshlanadi va 1806-yilgacha bu hukmronlik davom etadi. Ya'ni bu muqaddas Rim imperiyasida 369 yil hukmronlik qilgan, eng uzoq muddat hukmronlik qilgan sulola hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda D javob ko'rsatilgan. Ya'ni 10-asrda Germaniyada saksoniyaliklar sulolasi hukmronligi o'rnatilgan va davom etgan. 4-savolga to'xtalamiz. Ekran yaxshi ko'rinmayotganlar uchun buni ham tahlilini rasm qilib tashlayman kanalga. O'sha joyga e'tibor berib turishingiz ham mumkin. Bu yerda 4-savolda odatda xronologik test bizga o'sha 6 ta mana voqea berilyapti va ularni yillarni chiqargan holatda to'g'ri ketma-ketlikda joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda birinchi ma'lumotimiz Turkiya Usmonli davlatida qabul qilingan konstitutsiyaga ko'ra mamlakatda 2 palatali parlament joriy etildi. 1876-yilda bilamiz, Turkiya tarixida konstitutsiya qabul qilingan, unga ko'ra 2 palatali parlament joriy etiladi. Ikkinchisida Fransiya Prussiya urushi boshlandi. Bu juda ham oson, juda yaxshi bilamiz. 1870-yilda Fransiya Prussiya urushi boshlangan. O'sha Ems depeshasi bunga bahona qilib ko'rsatiladi, sabab qilib ko'rsatiladi. Ayni o'sha Ispaniya taxti uchun kurash natijasida. Vena kongresi bo'lib o'tdi. Bu Yevropani 8 davlati, dunyoning o'sha Yevropani qaytadan o'sha Napoleon mag'lubiyatga uchratilgandan keyin taqsimlash maqsadida Venaga yig'ilishadi va 1814-15-yillarda ushbu kongress bo'lib o'tadi. Sudanda mustaqil Mahdiylar davlati tuzildi. Bu 1885-yilda juda yaxshi bilamiz. Ingliz bir urushi bo'lib o'tishi 1899-1902-yillarda. Juda ko'p savollarda foydalaniladi. Ya'ni juda ko'p marta milliy sertifikat imtihonlarida mana shu voqea so'ralgan. Braziliyada monarxiya quladi. Bilamiz 1889-yilda Pedro II taxtdan voz kechib, Britaniya kemasida Portugaliyaga ketishi oqibatida Braziliyada monarxiya ag'dariladi va keyingi yillarda, ya'ni 1891-yilda Braziliyada konstitutsiya qabul qilinadi. Shunda biz yillar chiqarib oldik. Endi biz ketma-ketlikda joylashtirishimiz kerak. Demak, bu yerda eng birinchi voqeamiz 3 va eng oxirgi voqeamiz 5. Variantlarga qaraydigan bo'lsak, mana ahamiyat bering. S javobga birinchi 3 va oxiri 5. Ayni eng birinchi va oxirgi voqealarni biz ajrata olsak, bu yerda to'g'ri javob oson chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda S javob to'g'ri ketgan. Hop, keyingi savolimiz ekranda ko'rinyapti. Ekranda ko'rinyaptimi? Buni yana qaytadan hozir rasmga olib tashlab qo'yishim mumkin. Yuqorida ham bir kanalga tashlagan edim. Izoh yozib ketinglar. Mana atamani rasmini tashladim. Mana shu 5-savolimizni. Agar ekranda muammo bo'lsa, yeting menimcha hozir yaxshi. Qanday muammo yo'q. Izoh yozinglar. Yaxshi. Xo'p, atamalar bilan bog'liq savol juda sizga tanish, ya'ni milliy sertifikat imtihonining har birida albatta atamalardan 5-6-savollarda odatda test shakllantiriladi. Bu yerda ham o'sha fikrlash orqali yoki atamalarni bir-biriga solishtirish orqali bu yerda to'g'ri javob chiqara olishimiz mumkin bo'ladi. Ahamiyat berib turasiz. Liberalizm atamasi mana A javobda ko'rsatilgan parlamentarizm, demokratik erkinliklar va xususiy tadbirkorlik tarafdorlarini birlashtirgan ijtimoiy siyosiy oqim. Bu yerda liberalizm, ya'ni birinchi atamamiz A ga to'g'ri kelyapti. Endi variantlarga ahamiyat beramiz. Mana qaytadan belgilab ketaman men. Variantlarga ahamiyat beramiz. 1 ga A degan javob 2 ta B va D javoblarimizda qoldi. Endi patsifizm.
Patsifizm bilamiz, tinchlik degan mazmunda ishlatiladi. Odatda Birinchi jahon urushi vaqtigacha bo'lgan davr patsifistik era deyiladi. Ya'ni tinchlik erasi. Ayni Birinchi jahon urushi tugagandan keyin va Ikkinchi jahon urushi boshlanish arafasida dunyo tinch yashash uchun intiladi. Ya'ni urushlardan charchagan, urushlar amalga oshirilmasligini xohlaydigan davr, ya'ni tinchlik davri, patsifistik era deyiladi. Shuning uchun bu yerda mana zo'ravonlikni bartaraf etish uchun unga qarshi kurash mafkurasi, ya'ni ayni mana shu 1920, 1940-yillar arafasi, 39-40-yillar arafasi o'sha patsifistik era deb ataladi. Shunda biz ikkiga E javob to'g'rilashimiz kerak. Bunday javob bitta D da ko'rinib turibdi mana. Ikkiga E. Shunda to'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. Ikkita javob bilan chiqarsak bo'ladi. Demak, bu yerda atamalardan endi qolganini tekshirib qo'yamiz bir. Hartiya atamasi bu majburiy kuchga ega bo'lmagan xalqaro aktning umumiy qoidalari va maqsadlarini ifodaladi. Va izolyasionizm atamasi biror bir davlatning xalqaro muammolarini hal qilishda ishtirok etishdan bosh tortish siyosati hisoblanadi. Ya'ni izolyatsiya, ajratib qo'yish, o'sha dunyoda bo'layotgan qaysidir voqealarga nisbatan hech qanday bir munosabat bildirmaslik siyosati davlatlarning. Misol uchun biz buni Ikkinchi jahon urushi vaqtigacha, ya'ni Ikkinchi jahon urushiga qo'shilgungacha bo'lgan AQShning siyosatini keltirishimiz mumkin, izolyasionizm siyosatiga. Ana endi bu yerda bizda ortiqcha ikkita atama, ya'ni noto'g'ri javoblar qolgan. Bular davlatlar o'rtasida olib borilayotgan urushga qo'shilmaslik imkon beruvchi maqom, huquqiy maqom. Ana shu so'z bilan ajratib olishimiz mumkin. Buni izolyasionizm bilan chalg'itib qo'ymasak bo'ldi. Neytralitet, ya'ni davlatlar o'rtasida neytralitet o'sha urushayotgan tarafga qo'shilmaslik imkonini beradigan huquqiy maqom hisoblanadi. Buni biz o'sha 1933-yilda, mana hozir buni isbotini ham tashlayman. Hozir kanalga e'tibor qaratib turasiz. Bir daqiqa. Hozir bir daqiqa. Neytralitet atamasini yaxshiroq eslab qolishimiz uchun sizga o'sha darsligimizda berilgan ma'lumotlardan tashlayman. Ma'lumotni chuqurroq eslab qolishimiz kerak. Ya'ni o'sha amaliy atamalarni eslab qolishimiz uchun o'sha voqealarga yuzlanishimiz kerak. Mana tashqi siyosatda AQSh 1933-yili Sovet ittifoqi bilan diplomatik munosabatlar o'rnatadi. Shu yillari, ya'ni 1930-yillar deymiz, neytralitet haqida o'sha qonun qabul qiladi. Bu o'sha urushga, aynan o'sha Ispaniya urushiga aralashmaslik huquqini beradigan maqom hisoblanadi. Mana shu. Endi undan tashqari biz mana hozir bir daqiqa 1941-yilda Yaponiya bilan SSR o'rtasida turilgan neytralitet haqidagi shartnomani ham keltirishimiz mumkin ekan. Mana neytralitet degan atamani eslab qolish uchun ma'lumotlar sizga. 1941 5-aprelda haqida pakt imzolaydi. Ya'ni o'sha ishlarga, urushga aralashmaslik to'g'risidagi maqom berilishi to'g'risidagi shartnoma. Ikkita mana ma'lumotni eslab qolishimiz mumkin. Undan tashqari, hop, bu yerda yaxshi bo'ldi, mana shular. Keyingisi endi ekranga e'tibor berib turasiz, keyingi atamamizga. Bu yerda F katakchadagi atamamiz ortiqcha ekan. Urushayotgan tomonlardan birining urush harakatlarini qurolli qarshilik ko'rsatishni davom ettirishdan voz kechishi. Bu qaysi atama edi? Izohlarga yozinglarchi mana shuni. Mana ko'rsatib ham qo'yibman o'zi. Kapitulatsiya atamasi. Kapitulatsiya 1939-yilda 29-sentyabrda o'sha Chexoslovakiyaning kapitulatsiyasining e'lon qilinishi. Bunga ham mana hozir o'sha ma'lumotni tashlayman. Bu ma'lumotni ham ko'rgan holatda eslab qolishingiz bo'ladi. Ahamiyat berib turasiz. Hozir kanalga joylayman. Mana qarang. Chexoslovakiya hukumati Germaniyaning talabini bajarishga majbur bo'ldi. Chexoslovakiyaning kapitulatsiyasi 1938-yil 29-sentyabr kuni Myunxenda rasmiylashtirildi. 1938-yil 29-sentyabrda Chexoslovakiyada to'liq Germaniya nazoratiga o'tadi. Chexoslovakiya bu Gitlerning talabi bilan. Ya'ni mana shu urush
qarshilik ko'rsatishsiz to'xtatish, ya'ni qurolli qarshilik to'xtatish jarayoni kapitulyatsiya deb ataladi. Bu atamalarda ham yaxshi eslab qolamiz. Juda ko'p marta qo'llaniladi. Navbatdagi savolga o'tdik, o'quvchilar. Hop. Mana 6-savol. 6-savol ham atamalar bilan bog'liq savollar. Bunga ham biroz to'xtalib o'tamiz. Buni ham ekranda ko'rinmayotganlar uchun kanalga tashladim. Ahamiyat berib turasiz. Bu yerda delimitatsiya atamasi, delimitatsiya atamasina bog'liq, ya'ni davlat chegaralarini tuzilgan shartnomaga muvofiq tasdiqlash va xaritalashtirish asosida belgilash. Delimitatsiya atamasini siz yana ham chuqurroq, yaxshiroq eslab qolishingiz uchun men sizga hozir o'sha bilan bog'liq bitta ma'lumot tashlayman. Hozir ahamiyat berasiz bunga ham. Delimitatsiyani eslab qolish uchun mana reaksiya bildirib turinglar. Meni ovozim yaxshi boryaptimi, tushunarli bo'lyaptimi? Shu haqida reaksiya bildirib, oxirgi tashlangan xabarlarga reaksiya izohlar yozib bildirib turinglar. Chunki ovozda qandaydir uzilish bo'ladigan bo'lsa, shuncha harakatimiz behuda ketib qolishi mumkin. Mana oxirgi xabarga tashladim. Oxirgi xabarga reaksiya bildiringlarchi. Izoh, reaksiya. Mana delimitatsiya alohida ajratib ko'rsatib qo'yganman. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi chegaralarni kelishuv asosida delimitatsiya qilishga kelishildi, ya'ni 96% belgilab olindi. 2001-yilda O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida foizi belgilab olindi, ya'ni delimitatsiya qilindi. Ana shu, ya'ni atamamiz o'sha chegaralarni kelishilgan shartnomaga muvofiq tasdiqlash va xaritalashtirish asosida belgilash. Endi navbatdagi atamamiz proteksionizm. Protect degan so'zning asosidan kelib chiqqan, mana himoya, ya'ni ichki bozorda bir cheklovlar orqali chet el raqobatdan himoya qilishga qaratilgan siyosat. Bilamiz, mamlakatlar ichki bozorini, ichki o'zining mahsulotlarini boshqa davlatlarda o'sha tovarlarining ya'ni kiritilishi va ularning ahamiyatini yo'qotishini oldini olish uchun, ya'ni o'zini bozorini himoya qilish uchun ma'lum bir cheklovlar qo'yadi. Bojlar belgilaydi yoki ichki tovarlarga imtiyozlar beradi, ichki mahsulotlarga. Xuddi shunday siyosat, bu proteksionizm siyosati deyiladi. Buni biz mana bu yerdagi ma'lumotdan hozir men yo'q, proteksionizm haqida gaplashishimiz mumkin. Proteksionizm siyosatiga qarshi chiqqan, ya'ni ichki bozorda himoya qilishga qarshi chiqqan shaxslarni, ya'ni Gordon Brownni eslab olishimiz mumkin. Keyingi atamaga to'xtalamiz. Dotatsiya juda ham oson. Dotatsiya atamasi xarajatlarni qoplash uchun iqtisodiyotni bir subyekt tomonidan ikkinchisiga qaytarib bermaslik sharti bilan, aynan mana shu qaytarib bermaslik sharti degan joyiga ahamiyat berib, ana shu joyni kalit so'z sifatida qabul qilib olsangiz, bu atamani farqlay olasiz bemalol. Boshqa suvda, konsessiya kabi atamalardan yoki investitsiya atamalaridan. Dotatsiya qaytarib bermaslik sharti bilan beriladigan pul mablag'lari. Mana buni ham hozir harakat qilaman. O'sha qo'shimcha atamani to'liq o'sha izohi 11-sinf darsligimizda, O'zbekiston tarixi darsligida berilgan. Buni ham ko'rib eslab qolishingiz mumkin. Xo'p, keyingi atamamiz bu integratsiya atamasi. Suveren davlatlar o'rtasida tovarlar, xizmatlar, moliya, investitsiya, ishchi kuchi erkin harakatlanadigan iqtisodiy kenglikni tashkil qilish maqsadida birlashish jarayoni. Integratsiya atamasini bugungi G'arb misolida ko'rishingiz mumkin. Masalan, tushunishingiz mumkin. Bugungi kunda G'arb davlatlari, ya'ni Yevropa ittifoqi mamlakatlari to'liq integratsiyalashgan holatda, ya'ni o'sha iqtisodiyot, siyosat yoki xizmatlar borasida butun bir kenglikni, ya'ni katta maydonni tashkil etadi. Ya'ni Yevropa ittifoqiga kiruvchi mamlakatlarda hech qanday bir-biriga o'tishda cheklovlar yoki xizmatlar borasida cheklovlar, investitsiya borasida cheklovlar yo'q. Ya'ni bitta kenglikni maydonni tashkil etishadi. Xo'p, endi bu yerda bizga ikkita ortiqcha atama bor. Bularni eslab qolishimiz kerak. Qarorlar qabul qilish bo'yicha vakolat va majburiyatlarni markazdan boshqa tashkilotlarga o'tkazish, detsentralizatsiyalash. Mana hozir buni ham o'sha ma'lumot bilan eslab qolishga harakat qilasiz, ya'ni amaliy bir daqiqa. Bu o'sha Yaponiyadagi Ryutaro Hashimotoning siyosati bilan bog'liq. O'sha yerda berilgan bu atama bizga darsligimizda. Mana Ryutaro Hashimoto Yaponiyada o'sha 96-yilda hokimiyatga keladi.
va u 6 islohot o'tkazadi. Juda ko'p testlarda ham qo'llaniladi bu. Bunga ahamiyat berib qo'ying. Balki keyingi safar imtihonlarda atama emas, balki mana shu ma'lumotlar ham tushib qolishi mumkin. 6 islohot Ritaro Hasemoto'ni soliq, ta'lim sohasidagi ijtimoiy ta'minotda, iqtisodiyotda davlat boshqaruvini pasaytirish bo'yicha va ma'muriy boshqaruvda detsentralizatsiyalash. Undan tashqari sanoat kompaniyalariga yer uchastkalari ajratish bo'yicha islohotlar o'tkazadi. Endi bu yerda detsentralizatsiya nima dedik? Hozir o'sha qarorlar qabul qilish bo'yicha vakolat majburiyatlari, ya'ni markazdan yuqori boshqaruvdan quyi boshqaruvga o'tkazish, detsentralizatsiyalash deyiladi. Endi keyingi navbatdagi F katakchadagi atama bo'yicha boshqa valyutaga erkin va cheklanmagan miqdorda almashtirilishi. Bunga ham hozir bitta dalil tashlayman. Mana shu orqali siz bu atamani ham yaxshilab eslab qolishingiz mumkin. Konvertatsiyalash. Bir daqiqa. Mana kanalga o'tib ko'rasiz. Izoh reaksiya bildirib qo'yishingiz mumkin. O'zbekistonda 2017-yil 2-sentyabrdagi prezident farmoniga ko'ra, qaroriga ko'ra 5-sentyabrdan boshlab yuridik jismoniy shaxslar xorijiy valyutani hech qanaqa cheklovlarsiz almashtirishni boshlaydi. Ba'zi mutaxassislar aytishadi, O'zbekiston tarixidagi iqtisodiyot sohasida o'tkazilgan eng muhim islohotlardan biri bu aynan mana shu konvertatsiyalash, ya'ni o'sha so'mni boshqa valyutaga almashtirish imkoniyati. Yaxshilab e'tibor berib, eslab qolishga harakat qilasiz. Bu yerda biz konvertatsiya atamasini o'sha devalvatsiya atamasiga chalg'itmasligimiz kerak. Devalvatsiya atamasini ham hozir men sizga ma'lumot tashlayman, o'sha orqali eslab qolishingiz mumkin. Devalvatsiya. Bu Hindistonda o'sha rupiyaning devalvatsiya qilinishi bilan bog'liq ma'lumotlarda siz uchratgansiz buni. Mana devalvatsiya nima edi deydigan bo'lsak, xalqaro valyutaga nisbatan milliy valyutaning rasmiy kursini pasaytirish devalvatsiya deyiladi. Yaxshilab e'tibor bering, bu savol ham, ya'ni mana shu atama ham milliy sertifikat imtihonlarida juda ko'p marta qo'llaniladi. Demak, o'quvchilar, barcha atamalarga batafsil to'xtalib o'tdik. Hozirga aytilgan o'sha ma'lumotlarga tayangan holatda ularni eslab qolishga harakat qilasiz. Bu atamalar takror milliy sertifikat imtihonlarida shu vaqtgacha tushyapti. Bundan keyin ham ehtimoli yo'q emas. Davom etamiz. 7-savolga keldik. Endi ozgina tezlashamiz. Bu joyda tarixiy shaxsni aniqlang. 4 ta savolimiz tarixiy shaxsni aniqlang va o'sha shaxslar va davlatlar bilan bog'liq savollar. 7-savolda 20-asrning birinchi choragida Farg'ona vodiysida Sovet hokimiyatiga qarshi harakat rahbarlaridan biri, uning qo'shini 19-yilda, ya'ni 1919-yilda Jalolobod va O'sh shaharlarini egallab, eski Marg'ilon shahrini Sovet qo'shinlaridan ozod qiladi. U boshligidagi qo'shinning 1919-yilgi hujumlari Farg'ona vodiysini larzaga keltiradi. Bu shaxs kim? Qarang, variantlarga qaraymiz. Fayzulla Xo'jayev, Dukchi Eshon, Mustafa Cho'qay. Bu yerda eng birinchi qaror oladigan javobimiz kim? Dukchi Eshon albatta. Nimagaki 1898-yilgi o'sha Chor Rossiyasiga qarshi ko'tarilgan Andijon qo'zg'oloni rahbari hisoblanadi Dukchi Eshon va bu yerda davriy jihatdan ham umuman noto'g'ri. Dukchi Eshon o'sha qo'zg'olon oqibatida mag'lubiyatga uchraydi va vafot etadi, o'ldiriladi. Bu yerda eng noto'g'ri javob shu. Mustafa Cho'qay yoki Fayzulla Xo'jayevni ko'radigan bo'lsak, bu shaxslar ham aynan mana shu davrdagi istiqlolchilik harakatlarida umuman tilga olinmaydi. Ya'ni bu davriy jihatdan ham to'g'ri kelmaydi, mazmuniy jihatdan ham bu ma'lumotlar unga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda eng to'g'ri javobimiz Madambek hisoblanadi. Buni o'sha 19-yilgi hujumlari Farg'ona vodiylariga keltirdi va eng yetakchilardan biri, rahbarlardan biri degan joylardan ham juda bemalol topib olishimiz mumkin. Navbatdagi savol 8-si. Ekranda ko'rinyaptimi? Oxirgi xabarga devalvatsiya deb tashlangan o'sha rasmdagi postdagi izoh yozib qo'yamiz. Xo'p, 7-savolni ham rasmiy holatda tashlab qo'yaman. Izoh, reaksiya bildirib qo'yasiz. Yaxshi tushunarli bo'lyaptimi hozir? Ovozim yaxshi eshitilib? Xo'p, 7-savolni ham tashladim. Xo'p, mana har birini alohida ham tashlab ketaveramiz. Ekranda agar muammo bo'lib turgan bo'lsa, ovoz qanday? Eng muhim, ovoz yaxshi eshitilib, tushunarli bo'lyaptimi?
ana shu oxirgi xabarlarga izoh yozinglarchi. Ovozim yaxshi eshitilib, tushunarli bo'lyaptimi? Eng muhimi sizga. Yaxshi, ovoz zo'r bo'lsa davom etamiz. 8-savolga ahamiyat bering. Mana ekranda ko'rsatib turibman. 1922-yilda hukumat boshlig'i etib tayinlanadi. Dastlab mavjud siyosiy partiyalar kasb uyushmalari faoliyatini taqiqlamaydi va 38-yilda irqiy qonunlar chiqaradi. 39-yilda esa deputatlar palatasini tarqatib yuboradi. Uning o'rniga katta fashist kengash tuzadi. Bu Mussolini hisoblanadi Italiyada. Mana joyga mana Italiya deb yozib ham qo'yishimiz mumkin. Italiyada bu shaxs Benito Mussolini hisoblanadi. Javob. Xo'p, Neville Chamberlain bu Buyuk Britaniya bosh vaziri, Edward Daladier Fransiya bosh vaziri, Adolf Hitler bu Germaniyaning rahbari hisoblanadi. Bu yerda ozgina sizni o'ylantirishi mumkin. Mana fashistik kengash degandagi fashistik degan so'z bilan siz Hitlerni bog'lab olib, noto'g'ri javob qo'yishingiz mumkin, lekin unday emas. Aynan o'sha 39-yilda Italiyada katta fashistik kengash tuzadi, deputatlar palatasi tarqatib yuborib, bu Benito Mussolini. Aslida o'zi fashizmning asosi o'sha Italiyada paydo bo'ladi. Fashizm Italiyada paydo bo'ladi. Ko'pchilik o'sha fashizm deyilganda birinchi o'rinda Germaniya xayoliga keladi, lekin fashizm Italiyada paydo bo'lgan. 9-savol. 9-savolga to'xtalamiz. Tarixiy davlatni aniqlang. Bu savolimiz ham xuddi shu shaklda. Mana buni ham skrinshot qilib tashlab qo'yaman. Bo'lmasa 18-asrning so'nggi choragida boshlandi burjua inqilobi. Butun dunyo tarixida muhim rol o'ynagan ozodlik, tenglik, birodarlik. Bo'ldi, mana shu ozodlik, birodarlik, tenglik degan so'zlar, g'oyalarni ko'rish orqali biz buni Fransiya ekanligini bilib olishimiz mumkin. Buni biz 8-sinf jahon tarixi darsligimizda ham juda yaxshi bilamiz. Xo'p, bunga ko'p to'xtalib o'tirmaymiz. Endi keyingi savolimiz 10-savol. Hop, 10-savol tarixiy davlat bu ilk o'rtaslarda O'rta Osiyo tarixidagi hukmronlik qilgan davlatlarga tegishli ma'lumot. 4-70-yillarda 5-yillarda O'rta Osiyoda hukmronlik qilgan. 120 yildan oshiqroq hukmronlik qilgan, faoliyat yuritgan. Qisqa qilib ma'lumotlar o'qidim. Bu xiyoniylar davlati juda ham oddiy savol. Ko'p milliy sertifikat imtihonlarida odatda ana shu ilk o'rtaslardagi davlatlarda savollar shakllantiriladi. Bir eslatma sifatida aytib ketaman, o'quvchilar, tinglovchilar, o'sha biz biladigan xiyoniylar, kidariylar, eftallar yoki Xorazm davlati yoki bo'lmasa hop o'sha arab xalifaligi inqirozidan keyingi tashkil etilgan qarluqlar, O'g'uzlar, G'aznaviylar, Tohiriylar, Safforiylar va Somoniylar, undan keyin tashkil topgan Qoraxoniylar, ana shu davlatlar bilan bog'liq savollar albatta doim shakllantiriladi. Ya'ni ko'p holatda mana shu joylardan savollar tushadi. Shuning uchun o'sha joylarga, mana shu davlatlar tarixiga jiddiyroq ahamiyat berib qo'yishingiz, ularni ajrata bilishingiz kerak bo'ladi. 10-savolimiz shu, xiyoniylar davlati to'g'ri javob. Endi 11-savol. 11-savol. Tushunarli bo'lyaptimi? Izoh yozib qo'yinglarchi. Ishtirokchilarimiz soni 50 nafar bo'libdi. Barakasini bersam, xudo xolasa kelasi safarlar yana ham kengroq auditoriyada nasib qilsin, xudo xolasa sizlar qo'llab-quvvatlash uchun test tahlillarini yoki umuman dars onlayn darslarimizni bepul tarzda olib borishimiz uchun sizlarning reaksiyalaringiz, sizlarning qo'llab-quvvatlashlaring muhim biz uchun. 11-savolga to'xtalamiz. Tushunarli bo'lyapti? Yaxshi. Davom etamiz bo'lmasa 11-savol. Qarang, 11-savolda biz o'sha 8-sinf O'zbekiston tarixidagi ma'lumotlarga tayangan holatda amiri o'sha vaqtda Amir Haydar Usmoniy davlat sultoniga Mahmud IIga maktub yo'llaydi, arz yo'llaydi va o'sha xatida Amir Haydar aytadiki, bir ma'lum bir hududlar oldindan Buxoroga bo'ysunib kelgan, lekin o'sha hozirgi vaqtga kelib bu hududlar Buxoroni tan olmayapti, ya'ni mustaqilligini e'tirof qilyapti, Buxoroni bo'ysunmayapti unga degan mazmunda arz yo'llaydi. Va o'sha arzda aytilyaptiki, bu yerda savolning mazmuni o'sha arzda o'tilgan, ya'ni Amir Haydar tomonidan deyilyapti.
Biz mana bu javoblardan noto'g'ri javoblar chiqarib olish orqali to'g'ri javobni osongina topib olishimiz mumkin. Masalan, 5-raqam